Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizlar bilan biz Windows operatsion tizimini ISO formatdagi faylini qayerdan yuklab olish mumkinligini ko'rishligimiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Albatta, biz bilgan o'sha mashhur google.com saytiga kiramiz va bu joyda qidiruvga yozamiz. Windows 10 download offline ISO. Endi sizda bu narsa yozilmagan bo'lishligi mumkin. Agar sizga Windows 10 emas, 7 kerak bo'lsa, 7 ni yoki 8 ni yozishingiz mumkin. Umuman, qaysi birini xohlasangiz, o'shani yozishingiz mumkin bo'ladi. Download offline ISO. So installer deb yozishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana Windows Disk Image degan sahifasiga o'tadigan bo'lsak, quyidagicha sahifada ko'rib turishimiz mumkin. Variantlar taklif qilyapti. Biz qilishligimiz kerak bo'lgan narsa mana bu joyda ko'rib turganingizdek, mana maxsus installation media tool orqali deyapti, USB flashkaga, diskka yoki ISO faylga o'tkazib olishingiz mumkin deyapti. Buning uchun mana bu joyda etaplari ko'rsatilgan, qanday qilish, nima qilish, siz shu joydan ham tanishib olishingiz mumkin. Endi programmani yuklab olishlik uchun download toolni bosamiz. Bu programma ko'rib turganingizdek 18-20 megabaytdan iborat. Demak, yuklash tugagandan so'ng bu dasturni ishga tushiramiz. Ishga tushirish uchun ustiga bir marta bosishimiz kifoya va zapustitni bosamiz. Zapustitni bosganimizdan so'ng bizda mana bunaqa ko'rinishdagi oyna hosil bo'ladi. Bu oynada hozir tekshiruv, ya'ni amalga oshirilyapti. Aniqrog'i tayyorgarlik desa ham bo'ladi. Bu tayyorgarlikda sizning kompyuteringiz to'g'risidagi ma'lumotlar va internetingiz bor yo'qligi va shunga o'xshagan ma'lumotlarni tekshirib oladi va tayyorgarlik ko'rib oladi. Hozir birinchi o'rinda qiladigan ishimiz bu Windows operatsion tizimidan foydalanishlik uchun maxsus shartlari bor. O'sha shartlarni qabul qilishligimiz kerak. Qabul qilish uchun printni bosamiz va yana ozgina kutamiz. Endi e'tibor bering, sizga ikki xil variant taklif qiladi bu joyda. Ya'ni birinchisi hozirgi ishlab turgan kompyuterimizni обновить qilish, ya'ni yangilashni nima qilyapti? Taklif qilyapti. Ikkinchisi esa создать установочный носитель, ya'ni o'rnatuvchi qurilmani tayyorlash deyapti, yaratish deyapti. Bu o'sha USB flashka bo'lishligi mumkin, DVD disk bo'lishi mumkin, ISO fayl bo'lishligi mumkin. O'shalardan bittasini tanlaymiz. Demak, dalya ko'rib turganingizdek, hozirgi kompyuterimizga moslashtirilgan variantini bizga tanlab beryapti. Mana bu joyda avtomatik tanlanganligini olib tashlasak, biz boshqa kompyuterlarga ham moslashtirishimiz mumkin. Masalan, Windows 10 ni boshqa vipusklarini olishligimiz mumkin agar bizda boshqa programmamiz bo'lganda. Lekin именно Windows 10 uchun moslashtirilganligi uchun hozir biz boshqa variantlarni tanlay olmaymiz. Demak, tilni tanlashligimiz mumkin. Ya'ni o'sha o'rnatiladigan operatsion tizimi qanaqa tilda bo'lishligini xohlasak, o'sha tilni tanlashimiz mumkin. Masalan, bizda ko'p hollarda rus tili yoki angliskiy yoki boshqa tillarni ham tanlashligimiz mumkin. Agar qanaqadir til o'rganayotgan bo'lsangiz, shu joydan o'sha o'rganayotgan tilingizni olib o'rnatishni ham maslahat beraman. Juda ham foydali. Demak, angliskiy turadi bizda va arxitekturamiz 64, ya'ni bu degani operatsion tizimlar 32 bit va 64 bitli razryadga ega. Ya'ni bularni ishlash prinsipi deylik, ya'ni o'sha mikroprotsessor va platani ma'lumotlar almashish kanallar soniga qarab turib, bu 64 yoki 32 bit bo'ladi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana bu joyda 86 degan raqam bor. 86 va 32 degani ikkalasi bir xil ma'noda ishlatiladi. Ya'ni ikkalasini nimasi bir xil, ikkalasini bitta deb qabul qilishimiz mumkin. Endi sizning kompyuteringiz 64 bitli operatsion tizim o'rnatishga mos bo'lsa, 64 ni tanlashingiz mumkin. Agar 64 ni поддержка qilmasa, o'shanday holatda 32 ni tanlashga majbur bo'lasiz. Keyin yana bitta qo'shimcha shu joyda fakt aytib o'tishim kerak. Agar sizning kompyuteringiz 64 bitni поддержка qilsa-yu, lekin operativ xotirangiz 4 gigabaytdan kam bo'lsa, unday holatda men sizga 64 bitli operatsion tizimni o'rnatishni maslahat bermayman. Sababi 64 bitli operatsion tizim 32 bitliga nisbatan ko'proq resurs yeydi, ya'ni ko'proq resurs talab qiladi. O'sha sababdan siz oldin parametrlaringiz 4 gigabaytdan yuqori va SSD bo'lganligi ma'qul, albatta imkon darajasida va shunga o'xshagan umuman kompyuterning tezroq ishlashi va ko'proq xotiraga ega bo'lishligi, operativ xotiraga ega bo'lishligi bu siz uchun yaxshiroq bo'ladi. Ishlashingiz tezlashadi. Demak, 64 holatda qoldiramiz vaziyatimizda va dalya tugmasini bosamiz. Endi shu joyda e'tibor bering. Bizda ikki xil variant taklif qilyapti. Bittasi USB flashkani o'ziga to'g'ridan-to'g'ri yozib berishni taklif qilyapti. Ikkinchisi esa ISO faylga saqlab olishni taklif qilyapti. Endi e'tibor berganingizdek, mana ISO faylni tanlaydigan bo'lsak, dalya tugmasini bossak, bizni ISO formatdagi faylimizni saqlash uchun joy ko'rsatgan deyapti. Загрузки degan joyga o'tganimizda сохранitni bosamiz. Ana endi hozir bu Microsoft Windows serveridan ma'lumotlarni yuklab olishni boshladi. Bu ma'lumotlarni yuklab oladi, yuklab tugagandan so'ng uni ISO formatdagi fayl ichiga joylab beradi. Bu proses juda ham uzoq davom etadi, chunki internetimiz tezligi nisbatan
sekinroq. O'zbekistonda shunaqa. Agar sizda qanaqadir GPON yoki yuqori tezlikdagi internetdan foydalanadigan bo'lsangiz, bu albatta qisqa muddatda tugashligi aniq. Ushbu videoda ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa shu edi. Ko'rib turganingizdek, biz oxir-oqibat загрузка degan papkani ichida data изменение bo'yicha qaraydigan bo'lsak, hozir bizlarga ko'rinmayapti, lekin o'sha biz mana bu загрузка tugagandan so'ng ISO formatdagi faylni topishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, bizning ushbu video darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha sog' omon bo'ling.